Salom, sizlar bilan YouTube yangiliklari. Bugungi videomiz biroz uzunroq bo'ladi, chunki yangiliklar odatdagidan ko'proq. Boshidan boshlasak, NYX Entertainment YouTube'ga comeback qildi. Ko'pchiligingiz tanigan MCJ'ning kanalini sotayotgan edi. Uni bir Serena ismli YouTuber sotib olgan, lekin bir necha kundan keyin Serena akkauntidan chiqarib yuborilgan. Bu voqea ko'pchilikka shubha uyg'otdi va ular MCJ'ni firibgar deb o'ylay boshladi. Ammo MCJ'ning ham o'zining boshqa akkauntidan u hech narsa qilmaganligini, uni o'zi ham akkauntiga kira olmayotganligini aytib post joyladi. Oxirgi videomizda aytib o'tganimizdek, Black Jennyxon 19-iyul kuni Ryumitsu kanalida jonli efir qildi va bu hammasi prank ekanligini aytdi. Uning fandomi nega bunday qilganligini so'rashganda, Black Jennyxon ota-onasini majburlab turmushga berayotganligini aytdi. Black Jennyxonning hayb qilayotganini YouTuber Namso efir qilib aytgan edi. Namso yana bir marta efir qilganda, Black Jennyxon Namsoning efiriga kirib, shaxsiyatiga tegadigan so'zlar bilan haqoratlagan. Va bunga javoban Namso ichki ishlarda Black Jennyxonning ota-onasini telefon raqamini topib, ular bilan gaplashgan. Suhbatdan parcha eshitishingiz mumkin. 10-yilab otang deng bir nimalarga so'chib ketyapti. Bu og'zidan bunaqa narsalarni o'rgatmagansizlar yo'qmi? Asiya nima qilaysiz? O'limingizni prank qilib hamma bilib o'ldi-yu, qanaqaligingizni? Siz adashtirasiz-ku? Yo'q, bunday kulgili narsada 2012da ergalarmishlar dedim. 2005 hali 22 yoshda turmushga chiqdim dedim. Men yolg'on gapirasan debman shunga. Otasi bilan gaplashamiz, kechgan o'zi otasi ishlaydi. Otasi YouTube, men telefoningizni kirsangiz YouTube kanali bor. O'shanda siznikidan 10 soat 10da efir qildi. Men unday YouTube'ga kirishni bilmayman-da. Bilmasam hujaynidan bilmas ekanlar. Men hujayniga tushuntirdim. Uyga borib ayolingiz bilan tinib tinchib gaplashing, faqat qizingizni urmang dedim. Qiz bolani urib bo'lmaydi dedim. Xo'p, mayli, singlim, boring yana gaplashamiz dedilar. Qizingiz bunaqa qilib, bu nima kerak yolg'on ishlab o'ldiga chiqarib. Black Jennyxon shundan so'ng kanalda shunday post qoldirdi va 2 kun avval kanali sotilganligini aytdi va yangi kanal egasi ham Black Jennyxonning kanalini yurg'izishni boshladi. Bu voqeadan ko'pchilik xulosa oldi deb o'ylaymiz. YouTuber Ruyxonchu 22-iyul kuni Telegram kanaliga hammasi tugaganligini, endi YouTube'ga comeback qila olmasligini aytib post qoldirdi. Ruyxonchilardan esa Xonjuning barcha baymilarini o'chirishini so'radi. YouTuber Namso ham kuni kecha YouTube'dagi faoliyatini tugatganligini aytib post qoldirdi. Hozirda ko'plab muhokamalarning asosiy mavzusiga aylangan Taymitsuning qizlar bilan guruh ochganligi va o'sha guruhga silka orqali kirgan qizlarning yuzlari skrinshot bo'lganligi hamda guruhda Taymitsu qizlarning qo'llaridan igna bilan qon chiqarib qasamyod qilishlarini aytganligi tortishuvlarning asosiy sababi bo'lib qolmoqda. Tabiiyki, ko'pchilik bunga ishonmayapti. Ammo Whistleblowers kanali bunga javoban Mahashvan ham buni tan olganligini va bir nechta armijonkalar rostdan ham bu guruh bo'lganligini aytib post qoldirishmoqda. Bu hali hammasi emas. Taymitsuning aslida 2008-yil emas, 2009-yil ekanligi va u Toshkentdagi Sergeli tumanida emas, Soldatskiy degan joyda yashashi haqida Whistleblowers kanali quyidagi videoni chiqardi. Taymitsuning 50 million obunachisi bor kanal YouTuber Minash Mawar tomonidan berilgan shikoyatdan so'ng o'chirib tashlanganidan ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak. Kuni kecha YouTuber Minash Mawar Whistleblowers kanalida bu ishni ochiqladi. Ya'ni Taymitsu uning shaxsiyatiga tegib, efirda haqoratlagani uchun o'sha shikoyatni yozganini aytib o'tdi. Va Taymitsu Ruyxoncha va Minash Mawardan pul undirmoqchi bo'lganligini aytib, o'sha paytdagi yozishmalarni ko'rsatib isbotlab berdi. Taymitsu esa 20-iyul kuni kechasi Oliy qizlar kanalida ushbu ovozli xabarlarni yozib qoldirgan. Boykot e'lon qilish haqidagi narsalarni aytib topshirib bergan qizni o'zini men topdim. Yozmoqchi edim, meni bloklaganlar. Assalomu alaykum. Ikkita adminim ham bloklab tashlaganlar. Nam topib qizga yozganlar. Hech nima deya olmagan. Chunki u qiz sotib olingan, mana shunaqa gaplarni aytirilganda, afsusda men ko'ryapman u masalani. Hammasi yolg'on edi, men inson qochib ketdi. Qanaqa YouTuberlarga boykot e'lon qilishni kulyapman-da. Keyin nega e'tibor bermadim bu narsaga? Ko'plamanga yozdi, shu rostmi, fake yoki haqiqatmi? Men e'tibor bermaganim, ko'tarilsin dedim-da. Ularning videosini axlat ko'tarilsin, men otamdan kimga ko'tarilsin, men shuncha vaqt YouTuber bo'lib ketdim-ku. Endi men otamdan kimga ko'tarilish sharoit yaratib berishim kerak, to'g'rimi? Yo, просто ko'tarilsanglar, fake narsa bilan ko'tarilmanglar. Xudo xayringlarni bergur. Rost narsa bilan chiqinglar-chi. Yolg'on narsa bilan loy choplab nimaga yurishyapsizlar? 47 bilasizlar, oxirida har bittaga ishlab chiqayotgan videolarning yarmini ham bitta rost narsa, rost fakt narsa. Ahuyat. Qasamyod va qon chiqarish haqidagi aytgan qizlarning hammasi sotib olinganligi hamda Taymitsuning YouTube'ga comeback qilganda o'zini oqlashini aytib o'tgan. Hammaga rahmat. Bugungi yangiliklar shulardan iborat edi.